Amerika Qo'shma Shtatlarida mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari. Xo'p, xabaringiz bo'lsa kerak, 2 haftadan buyon internet hamda ijtimoiy tarmoqlarda ana endi 2026-yildan boshlab O'zbekiston fuqarolari qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha mavsumiy ishchi vizasini qo'lga kiritib, Amerika Qo'shma Shtatlariga borib ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar degan yangilik va xabarlarga ko'zingiz tushgan yoki qulog'ingiz chalingan bo'lishi mumkin. Mana shu xabarlar rost va mana shu xabarlar bo'yicha sizga to'liq ma'lumotlar hamda ishga topshirish uchun talablarni boricha o'qib eshitiraman. Yaxshilab tushunib tinglashingizni so'rab qolaman. Xo'p, nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari aynan mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha O'zbekiston mamlakatini tanlashdi? Chunki yaqin 1 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari hamda O'zbekiston siyosatchilari siyosat bo'yicha yaqinlik hamda hukumatlar o'rtasida oldi-berdi shartnomalar ko'proq bo'lganligi sababli va qolaversa mana shu yaqinlashuv ham shu qishloq xo'jaligi ishlarida mana shu shartnomani imzolashga yetarli darajada sabab bo'ldi deb o'ylayman. Siyosatdan xabari borlar, yangilikni kuzatib turganlar buni yaqqol bilishadi. Hamda yana bitta sabablardan biri O'zbekiston hukumatiga chet el mamlakatlaridan kelayotgan daromadni oshirishga sabab bo'ladi. Hamda O'zbekiston fuqarolariga Rossiya mamlakatida qilinayotgan muomala va hurmat e'tibor so'nggi paytlarda keskin tushib ketishi kuzatilgan. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati fuqarolarni keskin Amerika hamda Yevropa tomonlariga yo'naltirmoqda. 2026-yil kuzgi va yozgi fasllar oralig'idagi oylarda, ya'ni avgust, sentyabr, oktyabr oylarida birmuncha O'zbekiston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlariga vaqtincha ishlash uchun mavsumiy ishchi vizalarini berilgan holda qishloq xo'jaligi ishlariga safarbar etiladi va mana shu fuqarolarimiz u yerda Amerika Qo'shma Shtatlari ish beruvchilariga ma'qul kelsa, qishloq xo'jaligi ishlarida o'zlarini ko'rsata olishsa, ijobiy tomonlama bu yerdagi yana bormoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolarimizga kvotalarni oshishiga hamda o'rtada tuzilgan kelishuv 5 yil, 10 yil, 15 yilga xizmat qilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga borish uchun hujjat topshirish ishlari boshlandi va ro'yxatdan o'ting degan havola tashlab beriladi. Bu albatta Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalga qanday ulanishni video oxirida sizga aytib o'taman. Mavsumiy ishchi viza Angliyada oldin 6 oy edi, Amerika Qo'shma Shtatlarida esa 6 oydan 10 oygacha, ya'ni 10 oylik mavsumiy ishchi viza asosida oyiga $3,500 oylik maosh ko'rsatilgan holda siz borib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, talablari: siz birinchi o'rinda O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak va og'ir jinoyat bilan sudlanmagan bo'lishingiz kerak. Agar sudlangan bo'lsangiz, masalan, jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa, afsuski viza olish ehtimolingiz, viza ololmaslik ehtimolingiz 90-95% bo'lsa, viza olish ehtimolingiz 10 yoki 5% ni tashkil etadi. Bu degani sizga viza berilmasligi mumkin. Xo'p, ana endi 20 yoshdan 45 yoshgacha yosh talab ayol va erkaklar bemalol hujjat topshirishlari mumkin. Qishloq xo'jaligidan oz bo'lsa-da xabaringiz bo'lishi kerak. Xo'p, jinoiy sudlanmagan bo'lishingiz kerak va jismonan mana shu qishloq xo'jaligi mehnatiga javob bera olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi til talabiga keladigan bo'lsak, avvalo Amerika ingliz tilida gaplashadi va ingliz tilidan keyingi til bu ispan tili hisoblanadi. Afsuski bizda ingliz tili va rus tili, chunki Angliya mamlakatida ham rus tili bo'yicha ishga jo'natilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari ham rus tili taklifini berish ehtimoli katta, chunki O'zbekistonda ingliz tiliga nisbatan rus tilini biladiganlar ko'p. Ana endi kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati. Birinchi o'rinda qizil pasportingiz kerak bo'ladi. 3 surat va jismonan sog'lomligingizni kafolatlovchi tibbiy ko'rik xulosasi. Ya'ni sizni sog'lom deb topilgan tibbiy ko'rik xulosasi. Xo'p, 4-o'rinda kerak bo'ladiki, siz oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Maktab attestatimi, kollej yoki litsey diplomimi, universitet yoki magistratura diplomimi, mana shu hujjat kerak bo'ladi. Mana shu hujjatlar bo'lsa, bo'ldi, siz bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ortiqcha masalan deylik, kasbingiz ekskavatorchilik yoki boshqa qurilish sohasida ishlaysizmi, uni qizig'i yo'q. Xo'p, ana endi xarajatiga keladigan bo'lsak, taxminiy xarajat bu $2,200 va $2,500 oralig'ida bo'lishi mumkin. Bu xarajat ichiga Amerika Qo'shma Shtatlariga borish va qaytish aviachiptasi ham kiradi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlariga borishning o'zi menimcha aviachipta narxida $950,000 atrofida edi. Agarda o'zgarmagan bo'lsa, shu o'zgarish yoki o'zgarmaganligiga qarab $2,000 dan yuqorini tashkil etadi. Endi sizga ro'yxatdan o'tish boshlanishi bilan ro'yxatdan o'tish qoldi xolos. Rossiyada bo'lsangiz ham, Qozog'istonda bo'lsangiz ham bemalol ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Asosiysi O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak.
Xo'p, endi mana shu sizga qiziq bo'lsa, ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz, mana shu video kommentariyasida ism familiyangiz, hozir qaysi davlatdasiz, yoshingiz, ingliz yoki rus tilini bilasizmi yoki yo'q yozib qoldiring. Agarda ingliz tilini ham, rus tilini ham bilmaganlar bo'lsa, bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizda til kurslari bor, bemalol qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha, ro'yxatdan o'tish ishlari may-iyun oylarida boshlanadi. Xo'p, mana shu ma'lumotlardan iborat edi bugungi videomiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Telegram kanalimizga albatta obuna bo'ling, chunki ro'yxatdan o'tish ayni Telegram kanalimizda bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish havolasi Telegram kanaliga tashlanadi. Agarda Amerika sizga to'g'ri kelmasa, Italiya, Fransiya, Finlandiya, Shvetsiya, Kanada mamlakatlari bo'yicha qolaversa, Niderlandiya, boshqa Yevropa mamlakatlari, Yaponiya, Janubiy Koreya bo'yicha ham bemalol ish vakansiyalari bor, hujjat topshirishingiz mumkin. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan migratsiya sohasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Agarda video ma'qul kelgan bo'lsa, o'zingizning fikringizni yozib qoldiring.